Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizda navbatdagi bemorimiz Tayloq tumanidan kelgan Asliddin akamiz. Akamiz 6 oy oldin insult o'tkazganlar. Hozirda bizda ikkinchi bosqich reabilitatsiyani qayta tiklanishda amalga oshiryapti. Fikrlarni o'zidan eshitamiz nasib bo'lsa. Ikkinchi bosqich reabilitatsiya kursni tugatyapmiz. Qanday o'zgarishlar qanday? Allohga shukr, ancha o'zgarish bor. Mana gapimni gaplashimiz. Gapiryapsiz. Oyoqda bemalol yurayapsiz, ha? Bemalol yurapman mana. Aha. Qo'llarim yaxshi. Rahmat. Sizlarga rahmat. Sherdagi bizga qarashgan jamiyat xodimlarimiz mingdan rahmat. 3 mahal issiq ovqatimni olib kelib berdi. Qarab turdi bizlarga. Mingdan rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlarga. Sog' bo'ling. Insultdan keyingi reabilitatsiya, ya'ni qayta tiklanishda arterial qon bosimining me'yorida saqlash bu sog'ayish uchun eng muhim kalit hisoblanadi.